Assalomu alaykum. Kursimizning ikkinchi darsiga xush kelibsiz. Xo'p, bugungi darsda nimalarni o'rganamiz? O'tgan darsda nimalarni ko'rdik? Pythonni o'rnatdik. Ya'ni o'zimizga kerakli bo'lgan kod yozadigan muhitni tanladik. Visual Studio'ni tanlab turib, uni kerakli ekstensionlar o'rnatdik. Terminal orqali papka yaratib ko'rdik, papkani ichiga kirib ko'rdik, keyin birinchi dasturimizni ishga tushirdik, masalan hello world dedik, salom dunyo deb chiqardik, keyin izohlarni ko'rdik va loyihani ishga tushirib ko'rdik. Birinchi dars .python va extension orqali. Bugun ko'radigan ikkinchi darsimizning ro'yxati o'zgaruvchilar va ma'lumot turlari. Eng asosiy nima bizda o'zgaruvchilar va ma'lumot turlari. Nimalar bor bu yerda? Ko'rib o'tib ketadigan bo'lsak, o'zgaruvchilar inglizchasi variables deb aytiladi. Turlar bor. Xo'p, har birini ko'rib o'tib ketamiz. Uning uchun bizga endi Visual Studio Code kerak. Xo'p, Visual Studio Code'ga o'tamiz. Bugun ikkinchi dars uchun ikkinchi dars Python faylini yaratib olamiz. Ikkinchi dars .python. Xo'p, ikkinchi dars uchun Python faylini yaratib oldik. Endi biz nima qilamiz? Qarang. Ikkinchi dars. Birinchi bo'lib o'tgan darsni takrorlab olamiz. Qarang, print nima qilamiz? Salom dunyo. Xo'p, salom dunyo dedik. Loyihamizni ishga tushirib ko'ramiz, ya'ni faylimizni ishga tushiramiz. Xo'p, salom dunyoni chiqarib berdi. Bu yerda unda o'tkazadiganlarni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, qarang. Salom Ulug'bek demoqchiman. Salom Ulug'bek degan matnni chiqarmoqchiman. Qanaqa qilamiz? Qo'shtirnoq ochamiz. Salom Ulug'bek. Qarang endi Ulug'bekning o'zining belgisi bor, ya'ni o'ning belgisi bor. Shuning uchun muammo bo'lyapti. Ya'ni bitta qo'shtirnoq xato beryapti. Buning uchun biz ikkita qo'shtirnoq bilan ishlatamiz. Xo'p, endi Ulug'bek, Salom Ulug'bekda xato bermadi, chiqardi. Ya'ni bizga kerak bo'ladigan nimamiz? Nima deymiz? Qarang. Matnlar bilan ishlashda har doim bitta, ya'ni qo'shtirnoq yoki ikkita qo'shtirnoq yoki bitta qo'shtirnoq, ya'ni vaziyatdan kelib chiqib ishlatib ketaverasiz. Xo'p, ikkinchi ko'radigan nimamiz matnlar. Print, masalan, sonlarga yozib ko'ramiz. 15 sonni chiqaradimi? Ha, chiqaradi. Sonlarda umuman muammo yo'q. Xo'p, qarang edi. Bu yerda biza birinchi bo'lib o'zgaruvchi degan nimani o'rganib olishimiz kerak. Nima qilamiz? Qarang, o'zgaruvchi degan nima? Biror nom berasiz. Masalan, ism degan o'zgaruvchi bu nima bo'ladi? Ism degan, siz tasavvur qiling, bitta quti bor. Qutiga ism deb nomlab qo'yibsiz. Qutini ichida biror bir mahsulot, masalan, pomidor, boshqa nima, banan, meva, olma, bitta olma bo'lishi mumkin. Unda nima qilamiz? Masalan, bitta nom orqali nomlab qo'yamiz. Masalan, qarang, ism teng qo'shtirnoq ichida, masalan, Tohirjon. Xo'p, ismi Tohirjon degan, ya'ni bitta siz tasavvur qilishingiz uchun eng oson usul bitta qog'oz olasiz. Qog'ozga masalan bu tarafiga ism deb yozasiz, narigi tarafiga Tohirjon deysiz. Ismi, ya'ni Tohirjoni bo'ladi yonida. Ya'ni bu qog'oz nomlangan bo'ladi. Ism deb ism degan nom orqali Tohirjon. Ya'ni shunday tushunsak bo'ladi. Ya'ni qarang, masalan, yosh degan, o'zimiz ham bilamiz-ku, yosh deganda biz nomlab qo'yibmiz yosh. Har kimning yoshi har xil. Masalan, 24 yosh. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, bular o'zgaruvchilar. Qarang. Xo'p,
o'zgaruvchiligini shundaygina o'zingiz ko'rayotgan bo'lsangiz ham variables deb qo'yibdi. Uning qiymati Tohirjon deb qo'yibdi. Ko'rgan bo'lsangiz mana nima deb qo'yibdi. Xo'p, qarang. Bizlar nima qilamiz? Ee, qarang. Matn mana ikkita o'zgaruvchim bor. Ism va yosh. Endi nima farqi bor bularning? Bir-biridan nima farqi bor? Nima ajratyapti? Xo'p, qo'shtirnoq ajratyapti. Masalan, yosh masalan age deymiz. Age endi inglizchada yosh, qo'shtirnoq ichida 24 qilaman. Ikkalasi bir nima-ku 24, qiymati bitta-ku. Endi nima farqi bor shu yerda desangiz, qarang. Bu matn turlari deb ataladi. Ya'ni qo'shtirnoq ichida nima kelsa ham matn hisoblanadi. Ya'ni qo'shtirnoq borligi uchun matn. Va buni keyin mana bu yosh bilan buning turi boshqacha. Ya'ni ko'ramiz. Qarang, turini ko'rib o'tib ketamiz. Ism o'zgaruvchining turini ko'ramiz. Qanaqa qilib ko'ramiz? Buning uchun print deymiz. Print degani bu konsol qismiga chiqaradi, ya'ni natijani ko'rsatish uchun. Xo'p, print deymiz. Qovus ochamiz. Nima qilamiz? Printning ichiga nima qilib yozamiz? Endi qarang. Ism deb yozaman boshda. Ya'ni mana bu o'zgaruvchimning nomini yozaman bu yerga. Nima qiladi? Print qilsam Tohirjonni chiqarib berdi. Avval bizlar nima qilamiz edi? Printning ichiga qo'shtirnoq ochib yozamiz edi. Bu yerda nima qilyapti? Print birinchi qatorda ism teng Tohirjon deb turgan bo'lsa, shu ismdagi qiymatni olib kelyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, ismdagi qiymatni olib kelyapti bu yerga. Xo'p, ana endi ism degan qiymatni olib kelib chiqaryapti. Tushunarlimi? Yoshnikini ham shunaqa qilsa bo'ladi. Print yosh desangiz, natijani ishlatib ko'ramiz. Mana Tohirjon 24 yosh. Xohlagan o'zgaruvchini chiqarsangiz bo'ladi. Qarang, endi birinchi bo'lib tipini ko'rib ketamiz. Ya'ni turi, ma'lumot turi qanday bo'ladi bunda? Ya'ni buning uchun nima qilamiz? Type degan bizlarga funksiya kerak bo'ladi. Type demizda qovus ochib yopamiz. Unga ism degan o'zgaruvchini beramiz. Ya'ni bu ism degan o'zgaruvchida qanday ma'lumot saqlanyapti? Matnmi, sonmi, boshqa nimami? Shularni bilish uchun nima qilamiz? Ishlatib ko'ramiz. Qarang. Class str deb chiqardi, ya'ni str. Xo'p, nima bu degani? Qarang. Str degani bu qarang. Eng pastda yozamiz. Xo'p, nima qilamiz? str deb nomladi. Bu str degan nima degani desangiz, str bu string deganning qisqartmasi bo'lib, ya'ni bu ma'lumot turi nima bo'ladi? Matnli ma'lumot turi hisoblanadi. Qarang, bularga nima bo'lishi mumkin? Masalan, Tohirjon. Keyin Ulug'bekdan nima qilamiz dedi? Ikkala qo'shtirnoq ochamiz. Ulug'bek ko'rayotgan bo'lsangiz, bu hatto sonlarni ham oladi, lekin nima bo'lishi kerak? Qo'shtirnoq ichida bo'lishi kerak. Bu matnli turi hisoblanadi. Ikkinchi turni ko'radigan bo'lsak, qarang. Yosh deganimiz bor edi. Print qildik, natijasini chiqardik va nima qilamiz? Bu matnni tepaga ko'tarib qo'yamiz. Xo'p, boshda yosh deganni chiqarib ko'ramiz. Yosh deganning turini chiqaramiz. Nima qilamiz? Print qilamiz. Uning ichida type degan funksiyani ishlatamiz. Qovus ochamiz-da, qaysi o'zgaruvchini berib yuboramiz? Yoshni berib yuboramiz. Yosh. Xo'p, yoshni berdik. Endi nima bo'ladi? Ishlatib ko'ramiz. Qarang, bu int deb chiqardi. Int. Bu int degan nima? Xo'p, buning boshini yozib olamiz. Int. Bu nimani qisqartmasi? Integer. Bitta yozdim. Integer. Integer deb nomlanadi agar xato yozgan bo'lsam o'zi. Bu nima integer desangiz, sanoqda ishlatiladigan sonlar. Ya'ni butun sonlar. Ya'ni bularga nima
qarang. Biza butun sonlar deganda nimalarni nazarda tutamiz? Bularga bir sanoqda ishlatiladigan sonlar, hop, xohlagancha minus, manfiy sonlar ham to'g'ri keladi unga. Har xil sonlar, lekin qanaqasi to'g'ri kelmaydi? Bu masalan 5,5. 5 dan 5,100, 10dan 5. Ko'rdingmi? Bular to'g'ri kelmaydi. Bular butun son emas. Sababi. Xo'p, qarang. Endi bu tushunarli bo'ldi. Ikkita turni ko'rdik. String va integer. Sanoqda ishlatiladigan sonlar va xo'p, mana qarang. Endi bu yerdagi yoshni ko'raylikchi, buning tipini ko'raylik. Print qilib ko'ramiz. Nima qilamiz? Each. Eachni chiqaramiz hamda print qilamiz. Nimani qilamiz? Nima qilamiz? Type turini ko'ramiz. Each. Qani buni turini nima chiqaradi ekan? Xo'p, ishlatib ko'ramiz natijani. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, qarang. Salom dunyo, salom Ulug'bek, Tohirjon, birinchisi 24, ya'ni bu yerdagini chiqardi. Qarang, bu tushunarsiz bo'lmasligi uchun bularni kommentga olamiz, kerakmaydi tepadagilarni hammasini. Xo'p, qarang. Endi ishlataman faqat yana. Ko'rdingizmi? 24 degani chiqaryapti. Uning turini matn ko'rinishida chiqaryapti. Tushunarli? Shunaqa qilib chiqaradi. Ya'ni qo'sh tirnoq ichida nima bo'ladigan bo'lsa, buning turi string hisoblanadi. Qarang endi. Endi masalan men bunday sonlar kerak. Menga o'rtacha son kerak. Masalan, boshqa o'zgaruvchi nima qilamiz? Oy oylik. Qarang, oylik. Masalan, oylik degan o'zgaruvchini nima qilaman? 11. Masalan, oyliklarni ko'radigan bo'lsangizlar, 1,5 million so'm, ya'ni 1,5 million so'mu 500 so'm deyiladi. Masalan, shunaqa qilib yoziladi. Bu qanday turi hisoblanadi? Masalan, oddiygina o'zgaruvchi a teng, masalan, 9 butun, masalan, vazn. Vazn. Ya'ni bizning og'irligimiz. Chekala chiqamiz. Masalan, 60,54. Yoki do'konga borsangiz shunaqa 8,5 kilo bo'libdi deydi-ku. Xo'p, uni bu o'zgaruvchi, bu tip qanday tip? Bu butun son emas, integer tipini kirmaydi. Bu qanday tipligini ko'rib olamiz. Boshda chiqarib ko'ramiz natijani. Print nima deymiz? Oylik deymiz. Xo'p, ishlatib ko'raman. Oddiygina chiqardi. Mana tepadagi kodni kommentga olaman. Xo'p, undan keyin nima qilaman? Print qilaman. Buning turini ko'ramiz. Nima qilamiz? Type keyin oylikning darsini ko'ramiz. Xo'p, qarang. Bunda nima chiqaryapti? Float degan tip chiqaryapti. Floatning qisqartmasi yo'q. O'zi float. Nima qilamiz? Bu yerda 3-o'rgangan nimamiz? Float. Uning qisqartmasi yo'q. Bu float tipiga nimalar kiradi ekan? Nimalar kiradi? Kasr sonlar kiradi. Masalan, ko'rayotgan bo'lsangiz, kasr sonlar. Kasr sonlar. Ularga misol uchun, masalan, manfiy sonlarga ham kiradi. 1,5, 1 shunday. Xo'p, buni qarang. Bunday qilamiz. Keyin masalan 0,5, 55, xohlagan sonlar kiradi. Masalan, manfiydan katta sonlar ham kirib, orqasida bitta virguldan keyin bitta son bo'lsa, bu nima kiradi ekan? Float tipiga kiradi ekan. Float tipini ko'rdik. Qarang. Endi yana qanday turlar bor desangiz, turlar ko'p. Kommentga olamiz va tepaga xo'p, joy ochib olamiz. Ozgina enterni bosib. Xo'p, nima qilamiz endi? Qarang. Keyingi turni ko'rib o'tib ketamiz. Keyingi tur, qarang. Masalan, biror insonning gapi rost yoki yolg'on yoki biror nima, masalan, amal. Masalan, oddiygina amal qilib ko'ramiz. Print 5 kattami 3 dan? 5 kattami 3 dan? Yo'q, yolg'on. Bu 5 kattami 3 dan? Ha, to'g'ri. Shundaymi? Ishlatib ko'raylik, nima beradi ekan.
Bizlarga nima berdi? Qaytadan ishlatib ko'ramiz. Nima berdi bizlarga? True degan qiymat berdi. Rost degan qiymat berdi. Tushunarlimi? Qarang. Endi tersini qilib ko'ramiz. Print 10 katta, 10 kichkina deyman. Nimadan? 3 dan. 10 kichkinami 3 dan? Yo'q, yolg'on. Nima bo'ladi? False. Yana qarang. True, false qiymatni saqlaydigan tur bor. Ya'ni bu tur nima deb ataladi? True, false'ni saqlaydi. Masalan, rost deganga rostni yuklaymiz. Nima qilamiz? True'ni yuklaymiz. Nima? Yolg'onga yolg'on yolg'onga false'ni yuklaymiz. False deb ataladi. False false'ni yuklaymiz. Buning turini ko'rib o'taylik. Print type nimasini ko'ramiz? Rost. Rostning type'ini ko'ramiz. Bu tepadagi kommentga olamiz. Qarang. Bool deb qo'ydi. Ya'ni boolean. 3-chi tur bor ekan. Bool. Boolean degan tipning qisqartmasi, adashmasam shunaqa. Bu nima qiladi? Faqatgina rost va yolg'onni qabul qiladi. Bunga misol ko'rdingiz. Buning qiymatlari desak bo'ladi. Buning qiymatlari true, qarang, katta bilan yoziladi va false. Yolg'on degani false, rost degani true. Xo'p, keyingi nimani ko'rib o'taylik. Qarang. O'zgaruvchilarni tushundik. Dinamik, xo'p, bu yerni tushundik. Dinamikasini hozir tushuntiraman. Int bilan float tipini ko'rdik. Butun sonlar va kasr sonlarni ko'rdik. Matnlar, ya'ni satrlar. Matn, satr. Xo'p, buni ko'rdik. Hozir bu yerda yana nimalar beryapti, uni ko'rib o'tamiz. Qarang. Mantiqiy ifodalar. Buni ko'rdik, true, false va input bor, keyin qolgan nimalar bor. Qarang. Bizlar endi nima qilamiz? Matn. Qarang endi, masalan, xo'p, tepada hamma kodim kommentda turibdi. Yangi fayl yarataman. Ikkinchi dars mustahkamlash deyman deb Python fayl yarataman. Xo'p, nimaga yana yaratdim? Bu yerda уже darslar juda ko'payib ketdi. Yozuvlar уже 50 qator bo'lib kelyapti ekan kodlar. Qarang, bizlar chalg'imaslik uchun qaytadan yaratdim. Endi bu yerda nima qilaman? Soat. Masalan, yoshim 24 da. Yoshimni o'zgartirmoqchiman. Print qilaman, natijasini chiqaraman. Nima bo'ladi? Yoshni chiqaradigan bo'lsam, qarang, 24 ni chiqaryapti. Xo'p, mayli. Qarang, men yoshimni keyin meni ukam keldi, meni yoshim 12 da dedi. Men yosh degan o'zgaruvchiga nima qilaman? Yana 12 ni yuklayman. Endi qaysi qiymat chiqadi? Yosh. 24 chiqadimi, 12 chiqadimi? Nima qilamiz? Qarasangizlar, 12 chiqyapti. 24 ham chiqyapti. Nima qilyapti? Bu boshdagi 24 ni chiqaryapti. Ko'rdingizmi? Ya'ni bu chiziqli dasturlash deb ataladi. Ya'ni chiziqli dasturlash degan nima desa, ketma-ket o'qib keladi. Birinchi qatorini o'qiydi, keyin ikkinchi qator, keyin uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, qatorma-qator. Boshida nima qilyapti? Yosh degan o'zgaruvchining qiymati 24 ekan deb yodida qo'yapti. Keyin nima qilyapti? Uni chiqaryapti. Keyin xo'p, yosh degan o'zgaruvchining qiymati 24 edi-ku dedi. Uning o'rniga 12 ni yozyapti. 12 ni keyin chiqaryapti. Tushunarlimi? Xo'p. Shu qayta nomlasak bo'ladi. Xo'p, o'rgangan nimalarimiz keyin bo'ldi. Xo'p, bizada nima qoldi? Endi matnlar bo'yicha qarang. Ism yoki biror bir matn satr deb olsak ham bo'ladi. Biror bir satr, masalan, assalomu alaykum. Assalomu alaykum degan matn bor. Shunda, masalan,
qarang, xo'p, qarang. Assalomu alaykum, Tohirjon demoqchiman. Qanaqa qilib qilaman degan savol bor. Men ism degan o'zgaruvchimga Tohirjonni yuklayman. Qo'sh tirnoq ichida albatta Tohirjon. Xo'p, ikkalasini chiqarmoqchiman. Print qilaman. Boshida chiqarishni ko'rib o'tib ketaylik. Ismni chiqaraman va nima qilamiz dedi? Va Tohirjon degan matnni chiqaramiz dedi. Nimani? Matnni chiqaramiz. Matnni o'zini. Nima bo'ladi? Assalomu alaykum Tohirjon, assalomu alaykum deydi. Xo'p, bizlar har qaysi alohida qatorda chiqyapti. Buni ikkalasini bir qilib chiqarsa bo'ladimi desangiz, ha bo'ladi. Buni o'chirib tashlaymiz va nima qilamiz? Belgil qo'yamizda matn deymiz. Bo'ldi, nima qiladi endi? Assalomu alaykum Tohirjon deb chiqdi. Endi endi navbat qarang. Xohlagancha yozib kelsak bo'ladi. Yosh teng 24. 24. Bu yerda nima qilamiz endi? Yosh. Yoshni chiqaramiz. Xo'p, nima bo'ldi? Assalomu alaykum 24. Ko'rdingizmi? Xohlagancha matnlarni chiqaryapti. Tushunarlimi? Endi qarang, bitta muammosi bor. Bu yerda bitta muammosi nimada bo'lyapti? Umumiy qarang, matnlarni har bitta o'zgaruvchini bitta yonma-yon qo'yib chiqarib boryapti. Xo'p, mayli. Bu yerda qarang endi, masalan, scaling degan wej bor. Bu qirqish degan ma'noni beradi. Bu qirqishni hozir ko'rmaymiz. Yo'q, mayli, professional qilib ketaylik. Nima qilamiz? Xo'p, qarang. Tohirjonning menga 5 ta harfi kerak. Tohirjon. Buni qanday qilamiz desangiz, print qilaman. Hammasini bitta qilib chiqarishni ko'rib oldik. Endi Tohirjonning 5 ta harfi kerak. Ism deyman. Ism desam, Tohirjonning o'zi chiqyapti, shunaqami? Menga oldidagi 5 ta harfi kerak dedi. To'rtburchak qovus qo'yasiz, ya'ni to'rtburchak qovus. Nima qilasiz bu yerga? Ikkita nuqta qo'yasiz. Aslida bu to'liq tushuntirilishi kerak. 5 deymiz. Nima qiladi bu? Qarang. Tohir deb berdi. Nima qildi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi. Ya'ni mana shu joygacha bo'lgan elementlarni chiqarib berdi. Tushunarlimi? Odatda dasturlashtirishlarda o'zi hammasida 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nima bo'ladi? Ya'ni katta T 0-joyda turibdi. Masalan, nechta element bor desangiz, mana shu bitta o'zgaruvchimda nechta harf bor desangiz, sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ta harf bor deymiz. Xo'p, sanachi desak, biz birdan boshlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu dasturlashtiruvda nima qiladi? Dasturlashtiruv 0 dan boshlaydi. Hamma dasturlashtiruv 0 dan boshlaydi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Xo'p, T degan harfim nechanchi joyda turibdi desangiz, u 0-joyda turibdi. Uni qanaqa qilib chiqaraman desangiz, print ism degan o'zgaruvchini to'rtburchak qo'yamizda va 1 deyman. Yo'q, 0 deyman. 0 deb ram beraman. Nima bo'ldi? T'ni chiqaryapti. Ya'ni 0-joyda turgan. Ko'rdingizmi? Xo'p, shunda birinchi joyda nima turibdi? Birinchi joyimizda albatta O harfi turibdi. O. Ko'rdingizmi? Shunaqa qilib chiqaryapti-da. 5-joygacha aslida J chiqishi kerak, lekin chiqmayapti. Bitta kam chiqadi. Xo'p, endi Tohir degan so'z kerakmaydi, buyoq kerak menga. Nima qilaman degan savol bor. Print qilamiz va ism degan o'zgaruvchi qilamiz. Nima qilamiz? 5-ya'ni 5-joydan yo'q kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa qilamiz. Lekin bitta kamchiligi bor. Ko'rdingizmi? Jon. 5-ni olmayapti bu yerda. Shunaqa yolyaptimi? 1, birinchi joyda, ikkinchi joyda, uchinchi joyda, to'rtinchi joyda, 5-joyni olib
Nechta element bor? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, sakkizta. Okay. Ha, sakkizta element bor ekan. Bu yerda shunda yettita bo'ladi. Shunaqa. Beshinchi joyda shunda jon turibdi. Joni bilan chiqaryapti. Qarang. Bu yerda nima qilyapti? Beshinchi, ya'ni boshidan chiqaradigan bo'lsam, boshiga aldi tarafiga ikkita nuqta qo'yadigan bo'lsam, 5 ni olmayapti, ya'ni J ni olmayapti. Agar bu yoqiga o'ng tarafiga qo'yadigan bo'lsam, olyapti. Ko'ryapsiz? Shu yerda farqi bor. E'tiborli bo'lish kerak. Xo'p, bizlarga nima kerak? Bular tushunarli degan umiddaman. Endi qarang. Bizlarda ikkita matnni qo'shib, bitta matn qilmoqchiman. Ya'ni masalan, shu yerda Tohirjon va nima bor? Qarang, Tohirjon bilan Yosh degan nima bor? Boshida ikkita matnni qo'shib ko'raylik. To'liq matn deyman. Qarang, to'liq matn. Ya'ni to'liq matnda nima qilishim kerak? Ismga matnni qo'shishim kerak. Ism qo'shamiz. Matn. Xo'p. Buni endi print qilib chiqarib ko'ramiz. Print nima qilamiz? To'liq matn. To'liq matnni chiqaramiz. Xato ko'rayotgan bo'lsangiz, nima bo'lyapti? Qo'shyapti, lekin orasida joy qolmayapti. Nima qilamiz u orasidagi joy ikkitasi ham qo'shib matn bo'ladi, matn emas. Uzrlar. Xo'p, matn. Nima qilamiz? Ishlatamiz. Qarang. Orasidagi joy baribir yo'q. Tohirjon bilan ikkita o'zgaruvchini yonma-yon olib kelib qo'yapti. Uni nima qilib ajratamiz desangiz, bo'sh joy kerak. Bo'sh joyni nima qilamiz biz? Qarang, bu yerga qo'shuv belgisini qo'yamiz va qo'sh tirnoq ochamiz. Qo'sh tirnoqda matn turadi. Bu yer bo'm-bo'sh-ku. Bitta probel tashlaymiz, bu bo'sh joy beradi bizga. Qarang, Tohirjon deganda qo'shildi. Bu yerda bitta probelda ko'p tashlasangiz nima bo'ladi desangiz, ko'p tashlasangiz albatta ko'p joy qoldiradi. Bo'sh joy. Tushunarlimi? Aslida bitta bo'sh joy ham bitta joyni egallab turibdi. Ya'ni bir qaysidir o'rinda turadi. Tushunarlimi? Endi qarang, matnga nimani qo'shib ko'ramiz? Nimani? Sonni qo'shib ko'ramiz. To'liq matnlarimizga biz nimani ham qo'shishimiz kerak? Yoshni ham qo'shamiz. Yosh deymiz. Boshida joy ochib ketamiz. Joy ochish uchun qo'sh tirnoq ochishni va plus qo'yaman. Nimani qo'yishim kerak? Yoshni qo'yishim kerak. Yoshni qo'shaman. Ishlatamiz, qarang. Xatolik berdi. Xatolik. Qarang, nima deyapti? To'liq matn deganda ismni qo'shgan va nimada xato qilyapti? Yosh degan nimamda xato qilyapti? Can only men faqatgina matnlarni qo'sha olaman. Int tipini qo'sha olmayman deyapti. Ya'ni bizning sonimiz int tipli edi-ku. Xo'p, buni qanday qilamiz desak, qarang. Buning tipini o'zgartiramiz. Qanday tipini o'zgartiramiz? Bunga odatda qo'sh tirnoq qo'ysak, albatta tipi o'zgaradi. Shunaqa. Qo'sh tirnoq qo'yamiz, yana qo'shdik. Mukammal bo'ldi. Xo'p, endi nima qilamiz? Hozir bir daqiqa. Xo'p, qarang. Nima bo'lyapti? Qarang. Buning tipini o'zgartiryapmiz. Bunday qilib o'zgartirib yurish har doim to'g'rimi desangiz, yo'q, bunaqa qilib o'zgartirib yurish har doim ham to'g'ri emas. Buni boshqacha usuli bormi desa, bor. Nima qilamiz? Buni o'zini holiga olib kelamiz. Buning turi hozir bizda nima bo'lyapti? Int bo'lyapti. Buni matn ko'rinishiga, string ko'rinishiga o'girishim kerak. Qanaqa qilib o'giraman? Yosh deb yozaman. Yosh degan o'zgaruvchini yozaman. Teng deyman. Nima qilaman? Int tipiga o'gir deyman. Tushunarlimi? Qaysi o'zgaruvchini intiga o'girsin desangiz, yoshni olib qo'y. Tepadagi yoshni olib kelib qo'yadi. Qarang, endi nima bo'ladi? Int tipiga deb. Mana o'zi int tipi-ku buning. Buni int tipiga emas, buni nimaga o'zgartiramiz? Str matn ko'rinishiga. Shunaqami? Bu yerda ko'rganimizda yana matn ko'rinishi nima tipi edi? String tipi edi, shunaqami?
tipiga o'zgaramiz, ram beramiz. Qarang, muammosi yo'q. Ko'rayotgan bo'lsak. Keyin qarang. Bu yerda bu yerda turlarni o'zgartirishda ko'p nimalar bor, muammolar bo'lib qolishi mumkin. Masalan, qarang, ismdagi o'zgaruvchimni Tohir deyman. Tohirjon deyman. Xo'p, Tohirjonni qarang, int tipiga o'girib bo'laman. Ismdagi o'zgaruvchimni nima qilaman? Int tipiga o'giraman. Nimani? Ismimni. Ismdagi o'zgaruvchim. Va print qilamiz. Nimani ko'ramiz? Ism degan o'zgaruvchim emas, uni type'ini ko'raylik. Type deymiz, nima qilamiz? Ism. Endi ishlatib ko'raman. Nima bo'ladi bu yerda? Xato beradi. Sababi nima? Int tipiga o'tib bo'lmaydi deb xato beryapti. Sababini ko'radigan bo'lsangiz, bunda son qatnashmaganligi sababli, sanoqda ishlatiladigan sonlarimiz qatnashmaganligi sababli o'girolmaydi. Tushunarlimi? Matnlarni o'girolmaydi. Xo'p, qanday holatlarda o'giradi deganimiz bor. Masalan, yosh deymiz. Yoshni ko'rgan bo'lsak, har qanday, masalan, vazn degan o'zgaruvchi, masalan, 45,5, 45,5 kilogramm chiqdim men desa, buni matn ko'rinishiga o'girib ko'ramiz. Nima qilamiz? Vazn teng demak, string demak, nima qilamiz? Vazn. Endi buni turini ko'raylik. Print type nima qilamiz? Vazn. Ishlatib ko'raman. Qarang, matn string tipiga o'girildi. Xo'p, bu tushunarli. Xohlagan bir masalan son bo'ladimi, harf bo'ladimi, shunaqa qiladi, qo'shtirnoq qo'yadi, bo'ldi. Bu matn bo'lib qolaveradi. Endi qarang, bu vazn degani bu float tipi, buni int tipiga o'girib bo'ladimi degan yeri bor. Vazn teng bo'ladi. Float tipiga o'girib ko'ramiz. Nima qilamiz? Vazn. Keyin uning tipini, turini ko'ramiz. Nima qilamiz? Float tipiga o'girildi. Va natijasini ham print qilib ko'raylikchi. Print nima bo'ladi? Print vazn. Float tipiga o'girildi. Endi natijasini ko'radigan bo'lsak, natijasi shunaqa chiqyapti. Nima qilyapman men? O'zi float tipi-ku bu. Buni nima qilishimiz kerak? Int tipi qilishimiz kerak-ku. Shunaqami? Tipini ko'radigan bo'lsak, int va butun qismi kerak bizga. Int tipi har doim butun son-ku, qolganini tashlab yuboradi. Tushunarlimi? Xo'p, mayli. Bu yerda qarang. String float tiplariga o'zgartirishini ko'rdik. Bool degan tip hozircha tursin. Xo'p, ko'rdik. Kesishni ko'rdik. String keyinchalik o'tib beraman. Keyin qarang. Ma'lumot olish va arifmetik amallar. Arifmetik amallarga nimalar keladi degan savol bor. Arifmetik amallarga masalan, yosh degan o'zgaruvchini nima qilaman? Yosh degan o'zgaruvchini 24 ga qilaman. Keyin print qilaman. Shu yoshim kattami deyman? 50 ta. 50 ta. Kattami deyman? Tushunarlimi? Katta. Yo'q, yolg'on bu, ya'ni natijang yolg'on. Sen yosh bilan bu yer teng emassiz. Xo'p. Keyin arifmetik amallar deganda bu masalan yosh degan o'zgaruvchimni ko'paytiraman 2 ga yoki 3 ga. Arifmetik amallar qo'shish, ko'paytiruv, ayiruv, bo'luv hammasi ishlaydi. Tushunarlimi? Xo'p. Bizlarga nima kerak endi? Bo'lsa komment qilib tursin. Xo'p, bizlarga nima kerak? Taqqoslashlar, mantiq amallar, arifmetik amallar. Arifmetik amallar bilasiz, shu yoshimizni qo'shsak bo'ladi, ayirsak bo'ladi, ko'paytirsak, bo'lsak bo'ladi. Bu yer oddiy holatda tushunarli. Endi nima qilamiz? Bizlarga endi taqqoslashlar bor. Ko'rgan bo'lsak, buni ochib qo'yamiz kommentda. Taqqoslashlar. 3 dan kattami deyapman. Ha, true berdi. Unda taqqoslashda nima beramiz?
Katta yoki teng degan nima bor? 3 dan katta yoki tengmi deyapman. 3 dan kattami deyapman. Birinchi solishtiradi yoki tengmi? Masalan, 3 ning o'zini beradigan bo'lsak, nima bo'ladi? True beradi. Agarda bu yerda katta yoki tengini olib tashlaydigan bo'lsak, 3 dan katta bo'lishi kerak. Ko'rdingizmi? Aniq katta. Bu yerda nima bo'lyapti? False bo'lyapti. Shuning uchun yolg'on bo'lyapti. 3 3 dan katta emas-ku. Tenglik yo'q. Teng qo'yadigan bo'lsak, tenglik bo'ladi. Tushunarlimi? Shunday. Endi qarang. Masalan, men ismimni kiritmoqchiman. Lekin ism degan o'zgaruvchi bo'sh turishi kerak. Ism degan o'zgaruvchi shunaqa nima qilay? Men bu yerda ism teng Tohirjon deb yozib yurmoqchi emasman. Menga bu yerda yozmoqchiman. Masalan, bu yerda mendan yoshimni so'rasin, ismimni so'rasin. Nima qilaman? Shu yoshim, ismimni qaytadan bu yerga chiqarib bersin. Nima qilamiz uning uchun desangizlar, bizlar qabul qilishimiz kerak. Input, ya'ni qabul qilish. Tushunarlimi? Input degan nimamiz bor, funksiyamiz bor, ishlatamiz. Input deyman. Xo'p, ism degani input. Va nima qilaman? Yosh degan o'zgaruvchimga ham input qilaman. Nima? Matnni. Va nima qilamiz? Print qilamiz. Bizlar bilamiz, ism va yosh, okay? Print yosh. Qarang, ishlatamiz. Yana matnni kiritdik. Bu yerda ochiq joy qoldiryapti. Masalan, Tohir deyman. Yoshim 24 ta. Nima qiladi? Tohirni yana chiqarib berdi. Ko'rdingizmi? Endi bu qanday tipda chiqaryapti? Men masalan matn kiritib turibman. Qanday tip bo'lyapti deb qiziqamiz. Nima qilamiz? Print type'ni ko'ramiz. Albatta birinchisiga ismni beramiz и yoshni beramiz. Yosh. Ishlatib ko'raylikchi. Qarang, ikkita matn ketaman. Tohirjon va 24 ni ikkalasini ham chiqardi va ikkalasi ham matn. Inputdan keladigan har qanday qilmat matn ko'rinishiga o'giriladi. Tushunarlimi? Shunaqa oddiygina qo'shtirnoq qo'yib qo'ying. Xo'p, o'girilib turadi. Tushunarlimi? Endi qarang endi, masalan, buni ishlatsam, bu yerda nima kiritishimni so'ramayapti. Birinchi yoshni kiritamanmi, nima kiritishimni bilmayapman. Shuning uchun qarang, bu yerga bizlar qo'shtirnoq ochamiz. Qo'shtirnoq ichiga yozamiz. Xohlasak birda, xohlasak ikkita. Ismingizni kiriting. Keyingisiga nima bo'ladi? Albatta, yoshingizni kiriting. Tushunarlimi? So'rayapti yana ismingizni kiriting, qarang. Ochiq joy yo'q bu yerda. Masalan, ismim Tohir desam ham qo'shilib ketyapti, ko'rdingizmi? Yoshim 24 ta. Buni avvalgidek ishlatdik, ko'rdingizmi? Endi bu yerga nima qilamiz? Ochiq joy qoldiramiz. Bizdan so'raganda chiroyli chiqadi. Mana yoshingizni kiriting deb bo'sh joy qoldiryapmiz, ko'rdingizmi? Tohirjon va yoshim 24 ta. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana chiqaryapti. Shunaqa. Endi nima qilishimiz kerak? Xo'p, turni ko'rdik. Turi hozircha kommentda tursin. Qarang. Yoshim bilan ikkalasini birgalikda matnni chiqarib ko'ramiz. Qanaqa chiqarib ko'ramiz? Print. Masalan, qarang. Qarang, matn bilan assalomu alaykum deb turib va nima qilishim kerak? Assalomu alaykum deb turib, print qilib, Tohirjon, ya'ni ismimni chiqarmoqchiman. Ismdagi o'zgarishni chiqarmoqchiman. Xo'p, qarasak, ishlatib ko'ramiz. Yani matn kirityapti. Tohirjon 24 ta. Xo'p, qarang, assalomu alaykum Tohirjon deb chiqaryapti. Shunaqa. Xo'p, menga buni kommentga olib qo'yaylik. Qarang. Assalomu alaykum Tohirjon. Ikkalasi bir yerda chiqsin desangiz, qarang. Bir yerda chiqarishning bitta yo'li bor edi. Bu yerga virgul qo'yib turib, ism qilamiz. Shunaqami?
Shunday qiladigan bo'lsak, ismingizni kiriting dedi. Tohirjon va 24 da qarang. Assalomu alaykum Tohirjon. Keyin bu yerda chiqarishning yana bitta usuli bor. Xo'p, qarang. F-string degani ham nima bor bizda? O'zgaruvchi bilan nimani chiqarishni print qilamiz. F deymiz. F-string degan matn bilan birgalikda o'zgaruvchini birgalikda ikkisini chiqarsa bo'ladi. Nima qilamiz? Masalan, assalomu alaykum deymizda nima qilishimiz kerak? Jingalak qo'l ochamiz va yosh deymiz. Ko'ryapsizmi? Ismingizni kiriting. Tohirjon. Yoshingiz 24 da 23 da yana ko'rdingmi? Assalomu alaykum. Tohirjon yosh deb chiqardi. Tushunarlimi? Bu yerda xohlasak joy qoldirsak bo'ladi. Buning kamchiligida mana bunda joy qoldirish kamchilik emas. Ikkalasini ham bilib qo'ying, kerak bo'ladi. Ko'rdingmi? Xo'p, bugungi darsimiz shu bilan F-string ham o'tdik, input funksiyasini ham o'tdik, arifmetik amallarni ham o'tdik. Shu bilan bizning darsimiz yakunlandi. Xo'p, bundan keyingi mavzular nima? List, tuple, dictionary, set. Xo'p, qolganlari bor. Bularning o'zini har biri katta mavzular. For bor, keyin list bor, tuple bor. Bularning o'zi har biri katta mavzular. Bularni har biri bo'yicha masala ishlashimiz kerak, misol ishlashimiz kerak yaxshi tushunishimiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Darsimiz tamom.